Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 131 gün challenge videosini oldim. O'zi challenge 365 kunga boshlabdim. Lekin 131 kundan keyin Arianna video olishga vaqt bo'lmadi, diqqat bo'lmadi, hafsala etmadim. Ya'ni orada shuncha gün video olmadim. Bugun 365 kunlik 242-kuni challenge. O'zi challenge mohiyati bo'yicha kunda bir video ishlash kerakdi 365 kun ichida. Lekin orada uzilish bo'ldi. Uzilish bo'lishi ham yaxshilik, qaysi ma'noda yaxshilik? Odam nechta bir ish boshlasa, ma'lum muddat davomida shu ish atib qolgan taqdirda, agar u yaxshi ish bo'lgan bo'lsa, o'zini aldina qo'ygan maqsadi bo'lsa, undan voz kechmaslik kerak. Orada uzilish, tanaffus bo'lgan taqdirda. Buni biz ilm olishga o'xshatishimiz mumkin. Ya'ni odam kitob o'qib, nimadir yodlab boshlashi mumkin va orada ba'zi bir sabablarga ko'ra yodlashdan to'xtab qolishi, ilm olishdan vaqtinchalik uzilib qolishi mumkin. Bu degani u o'zini oldidan maqsad qo'yibdi, u har kun shu ish chekdi, har kun ish bilmay qoldik, endi to'xtatib qo'yish kerak. Bunda bo'lmaydir, ikkinchi marta boshlasa baribir o'xshamaydi degan narsadan odam yiroqda bo'lishi kerak. Odam desperate holat tushmasligi kerak, ya'ni umidsiz holat tushmasligi kerak. Vaziyat tug'ilishi bilan yana qaytadan tiklanish kerak. To'g'ri, challenge o'zi sharti bo'yicha, challenge mazmuni bo'yicha men har kuni video ishlashim kerakdi 365 kun davomida. Va bu narsani 242 gün burun boshlabdim. Bugun 242-kun. Bundan 110 gün burun men 131-kunda video ishlatdim. Shorts ko'rinishida YouTube kanalida ko'rishingiz mumkin. Bundan keyin vaqt bo'lmadi. Vaqt bo'lmasa sabablarini esa sara hozir tushuntirib berishga harakat etaman. Okay, it was in February 26, 26 fevral günüydü. Oxirgi challenge video ishlagan kunim. Adashmasam Ramazon orasida, undan keyin o'zi Toshkentdan Xorazmga kelibdim men. Kelishimning asosiy sabablaridan biri Xorazmda kiber xavfsizlikka, ITga chet tillarni ixtisoslashgan o'quv markazi ochishdi. Va bu narsaga biz biiznillah Alloh izni bilan erishdik. O'quv markazi ochdik, nasib bo'ldi. Ko'mak loyihasi yordamida biz $10,000 hukumatdan pul oldik. Kredit emas bu, suda, ya'ni biz $10,000 olamiz va shu pulni o'zini ustuna foiz ya xizmat haqqi qo'shmadik holda 30 oy davomida bo'lib berishga biz hukumatdan yordam olishga muvaffaq bo'ldik va natijada o'quv markazi biz shundan ko'rishga yetirdik. Ya'ni 6 dona kompyuter oldik, bedasi 5 bor. O'quv markazi sizlarga qisqacha tanishtirib o'taman. Bedalari toza portallik, konditsioner oldik, sababi yoz havo yozisida o'tirish qiyin. Bunda administrator stoli. Administrator stolida yana bir kompyuter bor. Kompyuterlar mesela Mac Mini. Printer aldık ve arenda proyektor bor. Yani asosan hozir 2 dona xonamiz bor. Bizning o'quv markazida ingliz tili xonasi va kiber xavfsizlik xonasi. Monitor uchun televizor aldik. Buni kech vaqti deshana qaratib qo'yamiz, reklama bo'ladi va bizda o'zimiz server ham bor. Ya'ni o'zimiz serverdan foydalanib, ichine VMni, CTF'da o'zimizni ijtimoiy tarmoq garoviga joylashtirib boramiz. Va proyektor aldik. Ya'ni o'quv markazi izdan tushib ketdim. Ya'ni o'quv markazi tezroq ishga tushirishim kerak deb kunda video ishlashim mumkin, lekin orada sal-pal laziness tutdim. Ya'ni atasib yamin qoldi. Video kunda ishlash yoqman qoldi. Lekin oradan vaqt o'tdi. Hozir sal arqaynroqman. O'quv markazi odam arqayn. Vaziyat sal yengillashidan keyin yana qaytaman. Bugun 242-kun challenge bo'yicha. Va biz o'quv markazi ochdik. O'quv markazidagi jarayonni boshlab oldik. Hozir 20 yaqin o'quvchimiz bor, Xudoga shukr. Nasib bo'lsa bu ko'payadi. Va undan boshqa loyihalar ham boshlab yubordik biz. Arqayn o'zimizning serverning o'zida ijtimoiy tarmoqqa asos soldik. Qaroyidani qaroy, o'zbekchada o'tov, inglizchada yurt. Qaroy bu bilasizlar, Turkiy mamlakatlarda, Turkiy xalqlarda asosan avvalgi uy shakli bu, uy ko'rinishi, ya'ni o'tov. Bizning Turkiy xalqlarimiz ko'chmanchi xalqlar avval ko'psi va shuning o'tovida yashagan. Qaroy degan shu o'tov turkmanchada, xorazmchada ko'p yillarda qaroy deb ishlatiladi. Keyin ayni vaqtda qaroy ijtimoiy tarmog'imizda 6 dona til bor. Bular o'zbek tili, turkman tili, turk tili, ingliz tili, fors tili va arab tili. Shu bizning hududdagi eng aktual bo'lgan tillarni qo'shdim. Va bu ijtimoiy tarmoq ko'ri, Instagramga o'xshab ko'ri, rasm tashlab o'tirishga, story hikoyaliklab o'tirish emas, ichida Messenger ham bor, Telegram o'xshagan va kitob o'qish ham mumkin. Kitoblarni yuklab boramiz nasib bo'lsa. Hozir bir dona kitob turibdi. Karen Howni Empire of AI, ya'ni sun'iy intellekt, sun'iy idrok imperiyasi degan
kitob turibdi. U kitobni o'qishni hammaga tavsiya etaman, zo'r kitob. Ichida OpenAI bilan bog'liq, ChatGPT bilan bog'liq bo'lgan ko'plab voqealar faktik, ya'ni dalillar bilan keltirilgan. Buni o'qib qo'yish kerak bo'lgan kitoblardan biri hozirgi zamonda. Va undan tashqari bu platforma ijtimoiy tarmoq ichida biz ta'lim platformamizni joylashtiryapmiz. Ya'ni kelajakda tez orada xudo xohlasa uning ichida kiberxavfsizlik, ingliz tili, arab tili, dasturlash, matematikani o'rganish mumkin bo'ladi. IELTS SAT ham qo'shish rejada bor. Hozircha buni ko'ryapmiz. Va qiziq jihati kitob yangi Empire of AI, ya'ni sun'iy idrok imperiyasi degan kitobni qo'yganim shuning bejiz emas. Sababi hozirgi davrda ko'p kasblarning o'rnini AI bosib qo'yadi. Masalan, 5 yil avval men hozirgi ijtimoiy tarmoqni kimgadir qurdirajak bo'lsam yoki yasatjak bo'lsam yo o'zim yasajak bo'lsam, dasturlashni noldan o'rganishim kerak edi va kod yozishga taxminan 6 oydan 12 oygacha, ya'ni yarim yil, 1 yil vaqt ketib qolardi. Ijtimoiy tarmoqni bir zo'r ko'rinishga, beta versiyaga keltirincha. Lekin men hozirgi aytgan ijtimoiy tarmog'imni yasashga 1 oy vaqt ketdi. Vibe coding degan tushuncha bor, ya'ni sun'iy idrok yordamida kod yozish. Sun'iy idrokga biz buyruq kiritamiz, arxitektura, qaysi dasturlash tili, navlar ishlatilishi kerak, qaysi jihatlari bor, to'liq prompt yoziladi. Keyin u bizga shuni kodini yozib beradi. Biz ishlatib ko'rib bunisini davom etib ketaveramiz. Ya'ni hozirgi yasab turgan ijtimoiy tarmog'im Garovoyni men 100% vibe kod yozaman. Ya'ni ichida men kod yozadiganim yo'q. Sun'iy idrokka kod yozdirib, shuni yuklayapman va loyiha xudoga shukr hozir zo'r ketayotib o'xshab turibdi. Ichida hozircha foydalanuvchisi yo'q, lekin kelajakda bo'lib qolar degan umiddaman. Va ijtimoiy tarmoq yasash sababi bor. Misol uchun Instagram, YouTube, Facebook, messenjerlarda Telegram, WhatsApp, Signal, bularning hammasi g'arbning loyihalari. Ya'ni aksariyati 80-90% g'arb davlatlariga tegishli. Misol uchun Meta kompaniyasining mahsulotlari Instagram, Facebook, Snapchat va shunga o'xshagan tarmoqlar Amerika hududida, Amerika yurisdiksiyasiga bo'ysunadi. Ya'ni Amerikada inchiktir qonun bo'lsa, shunga bo'ysunadi. Misol uchun Amerika davay LGBTni targ'ib etsa, u targ'ib etishga majbur. Va bizani aholi, bizani qarindoshlarimiz, o'zimiz atrofimizdagi odamlar, qora ko'zlarimiz shu narsani ko'rishga majbur bo'lib qoladi. Ya'ni Instagram o'zini shu narsani targ'ib etsa, bizarimizga chiqaradi u. Bloklashni, boshqa narsa aytishni iloji yo'qroq. Ikkinchi jihati borki, masalan Telegram bu Pavel Durovniki. Pavel Durov o'zi rus, lekin Rossiya mamlakatida yashamaydi hozir, lekin Pavel Durovning o'zining tafakkur tarzi bor. Va uning tafakkur tarzi bizning tafakkur tarzimizga mos kelmasligi mumkin. Ya'ni bizning qadriyatlarimiz boshqacharoq, uning qadriyatlari boshqacharoq bo'lishi mumkin. Meni ijtimoiy tarmoq qo'yayotganimdan asosiy sababim shu. Ya'ni o'zimiz qadriyatlarimizga mos bo'lgan, o'zimizni qonunchiligimizga to'g'ri keladigan ijtimoiy tarmoq yasash. Natijada o'zimiz fuqarolarimiz undan bemalol foydalanaveradi, nasib bo'lsa. Va ijtimoiy tarmoqdan tashqari, ijtimoiy tarmoq ichida yana bir narsa yasatirman, Gurak AI. Bu sun'iy intellekt bo'ladi. Sun'iy intellektni yo'ldan ko'ra turganim yo'q. Buni ochiqchasi aytishim kerak. Ya'ni odamlar noto'g'ri qolmasin. Ya'ni Hidoyat dim aqlli ekan bu, kuchli ekan bu, zo'r dastur ekan, sun'iy intellekt yasabdi. ChatGPTga o'xshagan deb o'ylab qolmanglar. To'g'ri, quryatirman, lekin uni asosi, uni fundamenti menda emas. Uni poydevor men qurmadim. Ya'ni dasturiy ta'minotlar ikki xil bo'ladi. Open source va closed source va open source ya'ni ochiq manbali, ya'ni internetdan kodlari durod chiqishini undan har kim foydalanib o'zing ketsa bo'ladi. Bu xuddi bo'shayotgan yer o'xshaydi. Ya'ni egasi yo'q, bo'shayotgan yer, kimdir borib xohlasa uy quradi, xohlasa otiz atadi, u o'ziniki bo'lib qoladi. Va buni yerini topish hozir qiyin, lekin internetda, raqamli olamda open source loyihalar juda ko'p. Ya'ni open ochiq manbali loyihalar. Kodini biz olib turib, ichini o'zgartirib, o'zimizga qilib bilamiz. AI yasash uchun ham tayyor open source kodlar bor internetda. Ya'ni siz ham internetdan tortib turib, ichini o'zgartirib, o'zingizni sun'iy idrok loyihangizni ishga tushirsangiz bo'ladi. ChatGPT, Gemini, Claude o'xshagan, lekin bu sizdan dim ko'p manba, resurs talab etadi. Nechun? Tasavvur eting, sizda bir quduq bor. Quduqdan 10 odam suv ichacak. Suv ichacak bo'lsa, uni ichida bir odam charakda suv oladi, suvni olib ketadi, keyin ikkinchi odam oladi. Ya'ni bir vaqt o'zida 10 odam bir quduqdan suv ichib bo'lmaydi. Sizni kompyuteringiz ham, notebookingiz ham xuddi shunday ishlaydi. Ya'ni sizni kompyuteringizda o'zingiz sun'iy idrok loyihasini ishga tushirsangiz va kompyuteringizdan server sifatida foydalansangiz, sizni kompyuteringizdan yuzlab, minglab odamlar foydalanishi qiyin. Va ular doimiy foydalanish uchun biz quduqning og'zini hamma vaqt ochib qo'yganimizdan, agar siz ham kompyuteringizda sun'iy idrok loyihasini o'zingiz yasab turib ishga tushiraman desangiz, kompyuteringiz ham quduqning og'zini ochib turgandan hamma vaqt
toka va internetga ulanib turishi kerak. Dasturiy xatolarsiz. Shundagina sizni loyihangizdan hamma foydalanishi mumkin, kompyuterni imkoniyati ko'targanicha. Biza server oldik, yana ko'rsatgan server. U serverni xarakteristikasini bemalol aytib ketaman, sababi bundan hech bir sir yo'q. 2 terabayt 64 gigabaytlik server, u ya'ni shu xotirada bo'lincha 64 gigabayt operativ xotira ko'tarib bilganicha biza user foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatib beramiz. Va ayni vaqtda Gurvak AI garovi ijtimoiy tarmog'imiz ichida turibdi, lekin balkim uni отдельный aytib chiqarishimiz mumkin, alohida aytib. Sababi ba'zi odamlar AI dan foydalanishni, ya'ni sun'iy idrokdan foydalanishni yoqtiradi, ba'zi odamlar yoqmaydi. Sun'iy idrok navga kerak, ishlatmaydi, kerak bo'lmaydi. Sababi ba'zi ijtimoiy tarmoqlar bu real gap, sizni shaxsiy yozishmalaringiz, ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan narsalaringiz hammasidan foydalanib turibdi. Sizni ovozingiz, sizning rasmingizdan foydalanib turib, o'zini sun'iy idrok modelini o'qitib turibdi. O'qitaversin, zo'r ko'dayishi mumkin, lekin hacker buzib keladigan taqdirda, agar buzib kirib bilsa, sizni hamma shaxsiy yozishmalaringiz, rasmlaringiz unga tarqab ketadi. Men qonunni buzmadim, meni ma'lumotlarim orasida neto narsa yo'q deb o'ylashingiz mumkin, lekin buzg'unchi hacker sizning har bir ma'lumotingizdan suiiste'molga foydalanib biladi va bu tasdiqlangan narsa. Va bu narsani Meta aytayotgan уже, Meta'ning o'zini Meta AI degan loyihasi bor. Buni Instagramda, WhatsAppda, Facebookda girib foydalanishingiz mumkin. Meta AI o'zini o'qitish uchun Instagramdagi, Facebookdagi yozishmalardan foydalanayotir. Ya'ni Instagramdan kimgadir shaxsiydan, DMdan, direct messajdan kimgadir yozsangiz, u narsani Instagram kompaniyasini o'zi ham, Amerika hukumatini o'zi ham, Meta AI'ni machine learning jamoasi ham o'qib ko'rib turibdi hozir. Ya'ni bu yerda maxfiylik qolmadi. Ikki odam bir-biridan sirli narsa tashlagan taqdirda uni ular ko'rib o'tiribdi va bu maxfiylikka tahdid. Va biza hozir ko'rib turgan qaroviy ijtimoiy tarmog'imizdan ichida Gurvak AI bor, lekin hozirgi holatda u shaxsiy yozishmalarga girmaydi. Va shuni aytib turibmiz hozir. Ya'ni Gurvak AI loyihamizni отдельный AI chatbot etib ko'chirish kerakmi yo sun'iy idrokdan tezroq foydalanish uchun ijtimoiy tarmoq uchun o'rganish kerakmi? Fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. Izohga hech kim yozmagan bo'lsa, yozib qoldiring. Bir odamning fikri bo'lsa, muhim. Sababi bilmayman, inshaalloh agar loyiha o'xshab ketadigan bo'lsa, bu ko'pchilik hayotini yengillashtirishi mumkin nasib bo'lsa. Va hozirgi holatda ham ijtimoiy tarmoq, ham ichindagi Gurvak AI beta holatda, ya'ni 100% tayyor emas. Lekin tayyor emas degani undan foydalanib bo'lmaydigan emas, girib bemalol foydalanishingiz mumkin, lekin ichida xatoliklar, kamchiliklar bo'lishi mumkin. Ya'ni savol bersangiz bu javob berish astaraq bo'lishi, yo bo'lmasa o'zbek tili yo turkman tilini yo xorazm shevasini yo xorazm tilini yaxshiroq tushunmasligi mumkin. Va bu tabiiy. Ya'ni biz hali uni yasayotirmiz, qurayotirmiz. 100% tayyor emas. Sinab ko'rish mumkin. Ijtimoiy tarmoq hozir bizda Android, Linux va macOS uchun mavjud va agar siz iPhone, iOS yo bo'lmasa Windows ishlatayotgan bo'lsangiz, veb-sayt shaklidan foydalanishingiz mumkin. Web ilovamizdan foydalanish uchun app.archive.uz ga kirishingiz mumkin. Mobil ilovani o'rnatib olish uchun app.archive.uz/download ga kirishingiz mumkin. Bu yerda Android, macOS va Linux uchun bizda build versionlar bor. Girib bemalol foydalanishingiz mumkin va hozirgi holatda ushbu ijtimoiy tarmoqlarimiz ichidagi sun'iy idrok xizmatlari 100% mutlaqo bepul. Sababi hali biza sifat darajasini bemalol sotsa bo'ladigan darajaga chiqmadik va u darajaga chiqquncha bu narsalar 100% bepul bo'lishi ta'minlanadi. Ijtimoiy tarmoq platformamiz ichida o'quv materiallari onlayn o'qish imkoniyati ham bor dedik. Bu narsa afsuski 100% bepul etishning iloji yo'q. Sababi bilasizlar, serverga qaytganning quduq og'zi ochiq turganning bam 24 yilda to'qolanib turish kerak, elektr energiyasi sarflab turibdi va internet bilan turish kerak. Internet bilan ham bepul emas bilasizlar. Va undan tashqari bu serverni olish uchun pul ketdi. Bu pulni biz hukumatdan oldik, ko'mak loyihasidan $10,000 suvda va u suvda bo'lmasa ham subsidiya emas, ya'ni bizlarga 100% berilib, bizlarning o'zimizga bo'lib qolmaydi. Biz ham uni ma'lum muddatdan keyin, imtiyozli davr tugagandan keyin hukumatga qaytarib berishimiz oyma-oy. Ya'ni men o'zim xarajatlarim ham bor, o'quv markazining xarajatlarim bor. Undan tashqari ijtimoiy tarmoq, boshqa narsalar bor. Undan biza mayda-mayda ko'rinishda bu mablag'larni orqaga qaytarishni boshlaymiz hukumatga. Ya'ni o'quv markazidagi pulli kurslar bor, bu bilan biz qoplab boshlaymiz. O'quv markazining o'zining binosini, kommunal xizmatlarni to'lovlari bor. Ular ham nasib bo'lsa o'quv markazidagi kurslar hisobidan va ijtimoiy tarmoqdan nasib bo'lsa agar monetizatsiya ilojini o'tadigan bo'lsak, bundan ham foyda bo'ladi. Va monetizatsiya shu tarafdan plus, misol uchun siz Instagramda, YouTube'da yo Telegramda monetizatsiya qilgan desangiz, uni talablari baland, baland. Nasib bo'lsa biz qaroviy ijtimoiy tarmog'imizda monetizatsiya talablarini bu darajada baland qilib qo'yamiz va
o'zimizni shu Markaziy Osiyo davlatlari, Turkiy xalqlardan kimdir agar ijtimoiy tarmoqda ko'proq obunachi yig'ib, o'zini natijasini yaxshi ko'rsatadigan bo'lsa, monetizatsiyani osonroq qo'yamiz. Ya'ni pul topish usulini. Va yana bir narsa aytishim kerak, loyiha hozircha beta davrida, ya'ni loyiha 100% tayyor emas. Ya'ni loyihadan hali bizga tushum bo'lib turgani yo'q. Deyarli biz hol noldan ham pastdamiz, minus holatdamiz. Sababi biz bunga xarajat sarfladik, energiya, vaqt, resurs sarfladik, lekin hali biz foydaga chiqqanimiz yo'q. Ya'ni hurmatli agar soliq idorasida qilib bu videoni ko'rib turgan bo'lsa, iltimos gapiringlar, okay? Ya'ni biz foydaga chiqqanimizdan keyin, ana rasmiy ish shaklini o'tgandan keyin albatta ro'yxatga o'tamiz, raqamli xizmat ko'rsatish sifatida. Bungacha qo'llab-quvvatlab turishlaringizni so'rab qolaman, nafaqat soliqdan, balki bizning hozir kuzatib turgan YouTube'da shu videoni ko'rib turganlardan. Shunday gaplar, bu 242-kunni challenge videosi edi. Ya'ni challenge bo'yicha o'zi har bir kun haqida albatta hayot ikkiga bo'lamiz. Ana public hayot bor, ya'ni ommaviy hayot bor, hammadan gizlanmaydigan narsalar bor va private, shaxsiy hayot bor. Bu challengedan maqsad hidayat zerikdi, atmaya ish yo'q buni. Ichkisi buni telefoni bor, internetga kirish imkoniyati bor va bu internetdan mashhur bo'lsak emas. Challenge'dan maqsad, ya'ni public hayot, ya'ni hammadan yashirish kerak bo'lmagan, qanday ko'plar bilsa ular manfaat beradigan nasib bo'lsa, shunday ma'lumotlarni berib borish kundalik, nechkanlikda o'tirganini. Private shaxsiy hayotda esa bunga aralashtirmayman. Ya'ni kimdir bu challenge'dan ilhomlanib o'zim challenge'ga qo'shilib, 365 kunlik video challenge boshlayacak bo'lsa, kimlardir albatta so'rab qolaman, shaxsiy hayotlaringizni iloji boricha beri olib chiqmanglar. O'quv markaz bu mening shaxsiy hayotim emas bu. O'quv markaz bu biznes, bu faoliyat turi bu. İctimai tarmoq kuratorman, bu shaxsiy hayot emas, bu to'g'ri, men shaxsiyat turgan ishim bu, lekin bu meni shaxsiy hayotimdan alohida narsa. Shaxsiy hayot bu meni oilam bo'lishi mumkin, bu meni misol uchun kelajakdagi bo'lg'usi oilam bo'lishi mumkin, kimdir yaxshi ko'rishim, yomon ko'rishim, nodirlarni tanlashim bo'lishi mumkin. Bu shaxsiy hayot bu. Challenge'dagi asosiy fokus esa public life'a qaratiladi. Va shu ma'lumotlar savollar bo'lsa izohlarda qoldirishingiz mumkin. Nasib bo'lsa ertangi 243-kun ham, 243-kun ham challenge videoni ishlashga harakat etaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 243-kun. Akşam videoni joylash kerakdi, vaqt bo'lmadi. Xudo xolasa bugun joylaymiz.